yig'ilishimizdan maqsad bizani Turonbankda mavjud kredit mahsulotlari haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Bizda tadbirkorlikni endi rivojlantirish yoki endi tadbirkorlik holatini boshlamoqchi bo'lgan tadbirkorlarga bizani qulay shartlarda, qulay dokumentatsiya ortiqcha xat hujjatsiz chiqariladigan qisqa muddatda chiqariladigan kreditlarimiz bor. Bunga misol keltiradigan bo'lsam, yangi ochilgan yakka tadbirkorliklar, mas'uliyat cheklangan jamiyatlari, oilaviy korxonalarga bizani 50 milliongacha bo'lgan faqat sug'urtani shartnomasi bilan chiqarib beradigan kreditlarimiz bor. Bu kreditning sharti qanaqa? Ya'ni 3 yilgacha muddatga beramiz. Tadbirkorlikni endi boshlagan tadbirkor uchun 3 oy imtiyoz beramiz. Kreditga bo'lgan cheklovlar 50 milliongacha mavjud. Lekin u minimum anaqasi talabini qo'ymaganmiz. 10 million olsangiz ham, 20 million olsangiz ham yoki o'sha 20 million olib turib, yana bir necha oydan keyin yana ustiga 50 milliondan oshib ketmagan miqdorda yana kredit olsangiz bo'ladi. Qayta yopib uni kreditdan foydalanishga hech qanaqa cheklovlarimiz yo'q. Undan tashqari yana aylanma mablag'lar uchun, asosiy vositalar sotib olish uchun ham kreditlarimiz mavjud. Asosiy vositalar sotib olish uchun 7 yilga, aylanma mablag'larni to'ldirish uchun 18 oyga bankimiz o'z resursidan kreditlari mavjud. Aylanma mablag' uchun 18 oyga 22%, asosiy vosita sotib olish uchun 7 yilga 25%dan kreditlarimiz mavjud. Undan tashqari ekopanel, ya'ni quyoshdan elektr energiya chiqaradigan ekopanellar o'rnatmoqchi bo'lsangiz ham, bunga bizani qulay shartlarda kreditlarimiz mavjud. Ya'ni 5 yilgacha muddatga 6 oy imtiyozli davri bilan kredit ajratamiz.